Bugun birinchi kunida hali tortmadik, manual terapiya qilmadik. Necha metr yura olasiz? Ashiga boraman, o'tirishim kerak hozir. Ha, 10 metr yura olmaysiz ekanda. Bo'lmasa ashiga borib, sekin qaytib kelasiz ekan. Nimaga deng? Ahvolni qaysi oyoqsiz tortyapti? O'ng chap oyoq. Bo'ldi. Buksangiz u dumbez bilan tortyaptimi? Ha, mana shunday Bo'ldi. Belda ham bo'lyaptimi? Belda ham. Belda ham jichcha, Asosiy oyoqda bo'ldi. Sekin qaytaring bo'pti, qiynamaylik endi. O'ylab o eshik tagiga borib keladi deb nima qildim sizni? Yo'q, yo'q, qaytib bora olaman. Bo'ldi, xo'p. Qayerdan edingiz? Baliqchi. Baliqcha bo'ldi. Endi xonangizga kiring, bugun birinchi kunida, 5-kuni ham bitta olamiz. Ftoriskiy stenoz deganida grijani sizda. Boravering, xonangizga kiraveramiz. Yaxshi. Qiyshiq ham sizda ham. Bo'ldi. Yaxshi, endi Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Mana biz bugun sizlar bilan yana umurtqa pog'oni kasalliklari bo'yicha, ya'ni disk grijja kasalligini qanday davolash jarayonlarini ko'rsatib beramiz va bemorimiz bilan ikkinchi kursga keldi hozir. Mana birinchi kursdagi ahvolini, holatini, kelgan holatini biz videomiz boshida ko'rsatib qo'yib o'tkazganmiz. Ana shu videomizni boshida kelgan holatini qo'yib joylaymiz. U birinchi kelish holati, birinchi kursda olgan jarayoni bo'ladi. Hozir bizga ikkinchi kursda olgan jarayoni, rezultatlari haqida, bemor bilan qanday lecheniyalar bo'ldi, bu yerda qanday protseslar, jarayonlar bajardik va grijja kasalligining asoratlari, og'riqlari haqida qisqa gaplashib tushuntirib beramiz sizlarga. Xo'p, assalomu alaykum aka, o'zingizni tanishtiring aka. Andijon viloyati Baliqchi tumani. Baliqchi tumanisiz. Yaxshi. Siz bizga ikkinchi etapga kelyapsiz. Ikkinchi kursga keldingiz. Xo'p. Umurtqa pog'oni kasalligi bo'yicha siz 3 ta umurtqadamidi? 4 ta umurtqa deydi, ha. Demoqchimanki, sizda ikkala oyoqqa berish holat bo'lardi. Mon chap oyoq. Chap oyoqqa beriladi. Yurgan holatingizni, birinchi kursga kelgan holatingizni do'y posli qilib olamiz. Birinchi holatni men ko'rsatib o'tib ketamiz videoning boshida. Endi bizda davolanganingizdan keyin qanday rejimlar qildingiz uyingizda? Uyga borgandan keyin siz aytgandek kamroq yurdim. O'zi ham biladi. Keyin qattiq joyda yotdim haqiqatdan ham. Keyin o'sha siz o'zingizni yutbingizni ko'rib, o'sha kerakli mashqlar yoqadigan mashqni o'zim qildim. Bajarib yotdingiz yotgan joyda. Sababi mana ko'pchilik aytadi, uyga borib nima qilishim kerak deydi. Bu glavniy rejim ham yarim davo bizdan keyin. Misol kimdir endi to'g'ri tirikchilikni men to'xtatib men nima qilmayman, endi pul topishga qarshi emasman. Lekin asosiy sog'liqni tiklab olish kerak edi birinchi. Sog'liqni tiklab olsangiz, keyin normalniy ishlaysiz keyin ham. Salomatchilikni tiklamasdan yarim jon bo'lib ishlab pul topa olmaysiz keyin. Bir oy yotasiz, bir oy rejim qilasiz deb men ko'pchilikka buyursam, haligi boshqa bemorlar noto'g'ri tushunadi-da, qachongacha yotaman deb. Sog'ayguningizcha rejimni yaxshi qilib olsangiz, keyin bu yog'i demoqchimanki, sal tetikroq bo'lib yurasiz. Undan keyin misol hozir yana borib mana davolandik. Yana bir kurs lecheniya oldingiz, yana rejim qilib olasiz. Bo'ldi, undan keyin ishga kirishib ketaverasiz. Demoqchimanki, boshida shunaqa. Endi yana bitta minus tomonini aytib o'tamiz. Grijja kasalligiga odam bir marta chalinadi. Keyingisi oson chalinaveradi. Misol, avvallar 50 kilo ko'tarasiz, 70 kilo ko'tarasiz, yuraverardingiz. Bir marta bo'lib oldingiz. Endi buni buyog'iga 30 kiloni noto'g'ri ko'tarsangiz ham bo'laverasiz. Sababi nimaga qaytalanaveradi endi deganda, orqangizga qarang mana. Mana fibroza halqasi avval mana sog'lom bo'lgan sizda. Endi mana bunaqa treshina bo'lib yorilib chiqqanda, avvallar 50 kilo, 60 kiloga yorilgan bo'lsa, endi bu treshina bor hozir. Bu treshina endi ehtiyot bo'lmasangiz 20 kilo, 30 kiloga ham oqib chiqaveradi. Ilgari yorib chiqqan bo'lsa, endi tayyor yoriq teshik, zabor yorilganda oson chiqib keladi zabordan. Yorilgan joydan. Ana shuning uchun ko'p bemorlar aytadi. 2 yil oldin bo'ldim, endi qaytalandim. 5 yil oldin bo'ldim, endi qaytalandim. Qaytalanish oson bo'ladi endi. Ehtiyot bo'lasiz demoqchiman. Misol, yuk ko'targanda ham belingizni engishmasdan tizzamiz bukib, uzoq o'tirayotgan paytda ham, misol mana hozir to'g'ri o'tiribsiz, yonboshlab olib, ko'tingizni qo'ymasdan, dumg'azani qo'ymasdan ehtiyotlik bilan yashaysiz demoqchiman. Lekin bizni jarayonimizda, davolash prosesimizda aka 15 yil, 20 yildan beri yaxshi yurganlar bor sizni qishlog'ingizda. Bizda davolangan bemorlarda. Uni aytishda shunday vaziyatga keldim-da. Ashlarni eshitib kelgansiz. Mana ularda 20 yil oldin dadam rahmatli davolangan ularda. Demoqchimanki, yaxshi bo'lib yurganlar ham bor 20 yildan beri. Lekin ehtiyot bo'lib yuribdi-da shular ham. Kecha endi shofyorlar bilan tushuntirib berdim, balonga o'xshagan narsa, chuqurga tushsang, disking qayriladi.
Yana balloning teshiladi, yana diskini balansировка qilasan. Og'ir ko'tarsang yana bo'laverasan yana. Endi buni umurtqadan emas, keyingisidan bo'lasiz. Endi o'ng tomondan emas, chap tomondan bo'lasiz. Keyin. Ana shuning uchun asosiy gapni qisqasi ehtiyotkorlik. Ehtiyotkorlik. Rejim ehtiyotkorlik. Yonbosh bo'lib yotasiz. Qo'lni. Rasmiga qo'l. Shuni yozib qo'yamiz. Qamallama. Ilash zo'r o'tirgan ekanda bo'yinlaringiz ham. Yumshab. Xo'p. Bu yo'nalishni nomi manual terapiya deb nomlanadi. Manual terapiya deganda ko'pchilikda tushuncha yo'qda. Massajmi deb o'ylaydi. Telefon qiladi, Dilshodbek, qanaqa davolaysiz? Manual terapiya bilan. Ha. U nima, massaj qilasizmi? Yo'q. Manual terapiya degani harakatsizlangan, harakati chegaralangan umurtqalarni harakatini yaxshilab berish degani o'zi aslida. Keyin biz bu yerda lecheniyamizni hozir 4dan 1ni ko'rsatib beryapmiz-da. Qolgani xonada jarayonlar bo'lyapti. Misol bu yerda umurtqani qisilishini ochgandan tashqari umurtqa pog'onasini quvvatlantiruvchi ichadigan giyohlarni beryapmiz. Umurtqa pog'onasiga surkaydigan nervlarni, suyak bo'g'im oralarini shamollashiga qarshi mazlarni surkayapmiz. Qizdiryapti-yu. Shu qizdirayotgan paytda radikulit kasali ham teng davolanadi. Misol umurtqa pog'onasida hamma grijani yotlab olgan. Umurtqa pog'onasida misol osteominit degan kasallik ham bor. Suyak shamollashi o'zi aslida. Lardoz, kifos, spondiloz, spondilartroz turlari ko'pda. Phthariskiy stenoz nerv kanali qisilib qoladi. Qisilganda mana ochiladi hozir mana. Ochildi mana shunda. Demoqchimanki, bu yerda biz ham manual terapiya qilamiz, ham umurtqa pog'onalarini shamollashni, ya'ni vaspalinni yallig'lanishini davolaymiz, nerv tolalarini shamollashini davolaymiz va quvvatlantiramiz ichayotgan narsalarimiz. Mana o'zimiz ochyapmiz mana. 5-yo'nalishimiz. Demoqchimanki, bu yerda manual terapiyani ko'rsatib beryapmiz. Qolgan jarayonlar xonasida, lechina jarayonida davom etib ketadi. 5 kun davolanadi. 5 kun davolangandan keyin uyda 1 oy rejim saqlaydi. Qattiq joyda yotiladi, og'ir ko'tarmaydi, uzoq muddat o'tirmaydi. Ana shu rejimlarga rioya qilinadi. Keyin effekt bo'ladi. Demoqchimanki, aka hozir yaxshi, o'zi yaxshi his qilyapsizmi? Men umuman o'tirmam, yotib ovqatlandim. Eng zo'ri asha, yonboshlab ovqatlanish kerak, daji. Yoki tikka turib, men stolni, xonalarda stolni baland qilgani sababi qo'lini qo'yib, kaftini tikka turib yeb olsa, endi sal o'zi tikka turib yeyish ovqat musulmon dinida o'zi to'g'ri kelmaydi. Endi lecheniya payti 5 minut tez-tez yeb yotib olinadi yoki yonboshlab. Yotib olib. Yotib olib yeyish ham o'zi organizmga to'g'ri kelmaydi. Endi lecheniya jarayonida qisqa ovqatlanasiz endi. Yo tikka turib ovqatlanasiz, yo eng vignisi asha. Bizda haligi xotinlar 100 yoshda kelib o'tiradi 100 soat. O'tirishib oladi-da. Demoqchimanki, ana shu rejimlarga rioya qilasiz. Endi men hozir kelganingiz degan olganman, hozirgingiz bir koridorda yurasiz, olamiz aka. O'rnimizda turaveramiz. Keyin mikrofonni olaman. Bir yuraylikchi ko'ramiz. Men koridorga chiqarasiz, men yurishingizni bir olaman. Borib kelaverasiz aka. Qanchalar uchib beramiz? Mana endi. Yaxshi qaytavering aka. Qaytavring? Yuravermang. Lekin kilometrda yurishga ham anaqangiz bor-da. Hozir bemalol xohlagan joyimga ketib boraman, yurib bemalol. Xohlagan joyingiz 100 ga boring endi, xohlagan joyingizga bormang endi. Unaqa narsalar yo'q. Yaxshi, demoqchimanki, endi mana shu holatingizga ishonib olmang. Nimaga deng? Men boyaga aytgan narsam, rejim yana. Men sog'ayib ketdim-u deb turib, haligi nagruska berib yormang demoqchiman. Yana 1 oy rejim, endi kelmasiz ham mayli. Yotib olib mashq. Yotib olib mashq. Mashqingizni qilyapman. Mashq. Xo'p, qancha bir 80% o'zgarish bormi? 80 emas, 100%. 100% bor. 80%. Endi demoqchimanki, kimda qanaqa o'zgarish bo'ladi, men ham qo'limdan kelganini qilaman. O'rganganimni qilaman-da.
Ana shuning uchun rejimga rioya qilasiz bu yoqni aka. Xo'p, bo'lmasam sizga shifo tilaymiz. Biz bu ko'rib turgan bemorlarga rejimni joy-joyida qilasiz. Sog' bo'ling aka. Xo'p.